Obbo, jonga tegdi deb. Bu mashina bo'ladimi? Zavod bo'ladimi? Bu motori ketgan. Yo'q. $3000 rasxoti bor. 3000? Sotib olish kerak. Bu buzuq mashinani kimga sotaman hozir? Menda zo'r bitta tanish bor. Hozir chaqiraman. Nima deb qulog'iga tepding buni? Mashina motori ketgan. $3000 ketadi deb aytdim. Nima aybi bor ekan? Shtekr chiqib ketgan. Tiq qo'ysa ishlab ketadi. Bo'ldi, $500 do'la dizam. Tur yoqalari. Okay, bu mashinangiz motori ketgan. Unga qimmat olib qolaman, arzon olib qolaman mayli. Iya. Qaniysiz do'stim? Ana sizlarni qoldimi? Ya, men unaqa tanidim, qilmay baribir qimmat olmayman, arzon olaman. Bosh xotirmay mashinangizni o'zida olganman-ku. Ya, men sizga eslolmadim. Nima eslolmaysiz? Men olganman sizdan o'shanda 19 mi? Qanchaga eslolmayapman. Narxan, lekin men sizni mana shu o'ylaysiz, mana shu qorni eslab turibman. Aniqdan olganmisiz? Nima deb sotganman? Mashina mashina tozza, massa deb sotgan. Haqiqatan men prichak-ku bu. Haqiqatan biz olgan